Uy qurdirmoqchiman, nima hujjatlar qilinadi? Birinchi o'rinda yeringiz bo'lsa, siz ovola qiladigan ishingiz loyiha. Loyihani chizdirganingizdan keyin atrofingizdagi qo'shnilar rozilik xatini berishi uchun imoratingizni katta kichikligini ko'rish kerak. Sababi siz yon qo'shnilaringiz yoki orqa taraf qo'shnidan og'zaki tarzda rozilikni olishingiz mumkin, lekin arxitektor bu narsani qabul qilmaydi. Ya'ni siz og'zaki olasiz, lekin ertaga qanaqa imorat qurdirishingizni sizni qo'shningiz bilmaganligi uchun ham keyin ertaga buni orqasidan ozgina kelishmovchilik chiqishi mumkin. O'shaning uchun birinchi o'rinda siz imorat qurdirishdan oldin imorat loyihasini chizdirasiz. Ikkita yoningizdagi va orqa tarafdagi, ya'ni siz bilan chegaradosh nechta qo'shni bo'lsa, hamma qo'shnilardan rozilik xatini olasiz. Rozilik xatini berayotganda ular albatta loyihangizni ko'rish kerak. Ya'ni siz qanaqa imorat qurdirasiz, hovlini qaysi tarafiga qurdirasiz, o'shaning hammasini ko'rib, nazarda tutilgan kam-ko'stlarni hammasini hal qilib bo'lgandan keyin sizga qo'shni rozilik xatini beradi. Ana uni hammasini bitta qilib popga qilganingizdan keyin hujjatlar tayyor bo'ldi va mana shu hujjatlarning hammasini tuman yoki shahar yagona darchasiga olib borib topshirasiz. Ular sizga davlat tomonidan berilgan bojni kvitansiya chiqarib berishadi. Ana o'sha bojni to'laganingizdan keyin yagona darchani o'zi qaysi tumanga bo'lsa, o'sha tuman arxitektoriga yo'naltirib beradi. Va undan tashqari arxitektor qo'liga tushgandan keyin imoratingiz balandligi 12 metrdan oshmagan holatda va kvadrat metri 500 kvadratdan oshmagan holatda bo'lsa, sizni imoratingiz loyihasi, ya'ni aynan o'sha joyga quriladigan imoratingizga hujjat rasmiylashtirib beriladi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Lekin baribir birinchi o'rinda imorat qurishdan oldin va hujjatlarni yig'ishdan oldin siz baribir loyiha qilishga majbursiz. Agar shu hujjatlardan birortasi bo'lmasa, tuman yoki shahar arxitektori ertaga imoratingizni qurilishiga ruxsat bermaydi. Shunaqa foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun albatta obuna bo'linglar. Salomat bo'ling.